Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimiz Angren shahar, Toshkent viloyati Angren shahar, Yangisoy mahallasidan bo'ladi. Manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Sog'lom mahallasidan, angrenliklar yaxshi biladi. Sog'lom mahallasiga trassadan pоворot qilaverishda pastga qarab 200 metr yurganimizda joylashgan. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. 7 sotikli uchastkani obzorga keldik va bu yoqda 4 ta xonali uy. Mana shu holatda uyimiz sotiladi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, kirganimizda mana tashqari tomondan tapchanlar qilib qo'yilgan, akalarimiz farzandlari uchun basseynlar ham o'rnatib qo'yishgan. Undan keyin hovli qismimizga o'tadigan bo'lsak, mana hovli qismimiz ham chiroyli qilib turib o'zlari yashash uchun yaxshi holatda, sharoitda qilib qo'ygan. Undan keyin uyda qismini hozir ko'rib o'tamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, tashqari holatda ham stol-stullar qilib qo'yilgan, chiroyli holatda va bu yoqdan o'tganimizda hammomlari joylashgan. Mana uyimizning ichkari qismiga o'tib oldik. Ichkari qismini ko'radigan bo'lsangiz, kirganimizda koridorda mana shu shkaflar qoladi bu yoqda. Shkafimiz uy egalari tashib ketadigan bo'lishdi. Bu yoqqa kitoblar, boshqa narsalar taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu uyimiz kvartiradan qolishmaydi ekan, ko'rishingiz mumkin. Kvartiradagi bor holatda faqat hovlida, ya'ni o'ng tomonimizda kirganda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzel dushovoy kabinalar qo'yib qo'yilgan, hojatxonalar, aristonlar hammasi bu yoqda mana ummaliklar qo'yib qo'yilgan. Chiroyli holatda sushilkalar bilan turibdi. Xo'p, bundan keyin bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, zal qismimiz. Zal qismimizda ham chiroyli holatda turibdi. Stol-stullar qoladi bu joyimizda. Patologlarimiz ko'rishingiz mumkin. Pardalarimiz, mana aboylarimiz hammasi bir-biriga uyg'un holatda. Bu joyimizdagi bu holatdagi narsalar ham stol-stullar qoladigan bo'ldi. Uy egalari tashib ketar ekan va nima deydi, kombinatsiyasi juda ham chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bundan keyin endi bu o'ng tomonimizdagi xonaga o'tamiz. O'ng tomondagi xonaga o'tadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, bu yoqda ham xuddi shunaqa chiroyli holatda bitta xonamiz qilib qo'yilgan. Bu yumshoq mebellar ketar ekan. Nima deydi, aboyimizga, kombinatsiyaga qarashingiz mumkin. Patologlar bilan pardalar uy egalari ancha bir-biriga moslab qilishgan ekan. Bundan keyin bu yoqda yotoqxona va bu yoqda oshxonamiz joylashgan. Yotoqxonaga o'tamiz. Yotoqxonaga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdagi yotoqxonadagi mebellar ham ketadi. Qolgani o'zi bu yoqda ham xuddi shunaqa aboyimiz bilan patolog qismlari bir-biriga kombinatsiya qilingan ranglari. Xo'p, endi oshxonamizga o'tamiz. Oshxonamiz ham juda ham ajoyib holatda ko'k rangda tanlashgan ekan uy egalari. Patologlar, pardalar mana ko'rib turishingiz mumkin. Kuxunni garniturlarimiz hammasi, Wi-Fi'larimiz bor. Bu yoqda ham xuddi shunaqa bu mebellarimiz qoladi, kuxunni garniturlarimiz. Faqat o'sha elektr bitovoy texnikalarimiz, ya'ni elektr provod deymizmi, boshqa narsami bilmadim. Bilganlar qoldirib ketasizlar nima deyilishini. Bitovoy texnika dedim. Ya'ni bu xolodilnik, tok pechi va o'sha kir moshinalar olib ketiladi, qolgan narsalar qoladi mana. Xo'p, mana sizlar uy qismimizni ko'rib oldik. Endi bog' qismimizga o'tamiz. Bu yoqda tapchan, chiroyli holatda salqingina bo'lib turadi va bu yoqda bog' qismimiz. Bog' qismimiz ham anchagina katta, 7 sotiq bo'lishiga qaramay joyimiz. Xo'p, maydonimiz bu yoqda olma, yong'oq, xurmo, olxo'ri daraxtlar ekib qo'yilgan. Bu tomondan kichkinagina o'sha molxonasi bor. Qo'y boqaman degan akalarimiz ham bemalol foydalanishsa bo'ladi. Tovuq parrandalari hozir uy egalari o'zlari boqishar ekan. Ko'rib turganingizdek, kvartiradan qolishmaydigan sharoitda hamma sharoitlari bor. Uyimizga uy egalari 87 ming narx so'rashyapti. Sunnatiga o'tib beriladigan joylari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Manzilni tushuntirdim. Angren shahar, Sog'lom mahallasiga trassadan pоворotda, yuqoriga pоворot emasda, pastga pоворot qilganda 200 metr pastga tushganimizda, xo'p, svet, suv, gazdan muammosi yo'q. Yonimizda xususiy bog'chalar, kamida 3 ta xususiy bog'chamiz bor ekan. Bemalol farzandi bor insonlar joyda sotib olib turib, kichkina bolalarini mana shu joyda katta qilsa ham bo'ladi. Maktabimiz ham uzoq emas bu joyga, yaqingina sharoitda. Aytgancha bizga obuna bo'lishni unutmang. Mana shunaqa yaxshi holatdagi uylar keyingi safar aynan sizniki bo'lishi mumkin.